tarixda hukmronlik yillarida adabiyot va she'riyat bilan shug'ullangan hukmdorlar ko'plab topiladi. Bularga Muhammad Shayboniyxon, Zahiriddin Muhammad Boburni keltirsak bo'ladi. Lekin hukmronlik davrida aniq fan bilan shug'ullangan hukmdorlar juda ham kam. O'sha kam hukmdorlarning ichidagi eng mashhurlardan biri Temuriyzoda Mirzo Ulug'bek. Mirzo Ulug'bek hukmronlik davrida matematika va astronomiyani rivojlantirishga juda katta hissa qo'shdi. O'zi astronomiya bilan shug'ullandi. U 1018 ta yulduzni qo'zg'almas koordinatalarni aniqladi. Mirzo Ulug'bek Yerni Quyosh atrofida aylanib chiqishni 1 daqiqa 2 sekundda hisoblab xato qilgandi hozirgi davr hisob bo'yicha. Bu 15-asr bo'yicha juda ajoyib natija. 1996-yilda UNESCO tashabbusi bilan Parijda Temuriylar haftaligi bo'ldi. Bunda O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov tashrif buyurgandi. O'shanda UNESCOning direktori Islom Karimovga aytdiki, Mirzo Ulug'bek 15-asr bo'yicha hisob-kitoblari hozirgi texnika bilan hisoblaganda 1 daqiqa 2 sekundlik farqni keltirib chiqaryapti deb, bu 15-asr uchun juda katta natija degandi. O'shanda Islom Karimov Frederik Bayorga aytgandiki, Mirzo Ulug'bek xato qilishi mumkin emas. Ya'ni texnikalar xato qildi. Mirzo Ulug'bek xato qilmaydi ta'kidlab o'tgandi.